Har bitta biznesda, har bitta qilinayotgan ishda strategiya bo'lmasa, kimga qilyapmiz, qanaqa qilyapmiz degan savollarni o'rtaga qo'ymasak, shunchaki qanaqadir trend bo'lgan musiqaga fonni qo'yib qanaqadir video chiqarib olganimiz bizga foyda olib kelmaydi. Ya'ni 3x ko'proq yoki 62% arzonroq degan narsani ishlata olmaymiz unaqa kontentlarga. Shuning uchun mana shu natijani bajarib berish uchun biznesga mana shunaqa foyda olib kelish uchun content marketingda strategiya bo'lishi kerak. Kontentda strategiya qanaqa bo'lishi kerak desanglar, 3 ta savolga javob berishinglar kerak. Kontentni biz kimga qilyapmiz, nima uchun qilyapmiz va qanday kontent qilyapmiz. Mana shu 3 ta savolga javob berish kontentimizda umuman o'sha biznesga qilinayotgan SMM strategiyani, kontent strategiyani tuzib beradi. Kimga kontent qilyapmiz degan savolga javobni instrumentlari bor, persona tuzish, ya'ni persona degani bizni kuzatayotgan mijozlarimizni portretini tuzib olamiz. Portreti deganda, masalan, bir insonni tasvirlayotganinglarda, bo'ladi-ku, qoshi qora bo'ladi, sochi ham qora, sochi uzunroq, jingalak, mana shunaqa narsalar. Ya'ni persona tuzganda mijozimizni qanaqa holatdaligini bilib olishimiz kerak va jobs to be done degan metodologiya bor. Unda auditoriyaning joblarini bilib olishimiz kerak. Job nima degani desanglar, masalan, biz Karmon AI loyihasi bilan ishlaymiz. Hozir misol ham ko'rsataman. Odamlar sizlarning mahsulotinglarni sotib olish uchun qanaqadir joblarni bajarish uchun sotib oladi. Masalan, Karmon AI moliyaviy xotirjamlik olish uchun Karmon AI haqida eshitganlar bormi? Ko'pchilik emas ekan. Karmon AI moliyaviy savodxonlikni targ'ib qiladigan platforma. Kirib, xarajatlarni kuzatib borishinglar mumkin. Mana shunaqa qayerga xarajat qilayotganinglarni ko'rsatib turadigan ilova. Ovozli xabar orqali yozib qo'yasizlar-da, keyin sizlarga natijasini, statistikalarini chiqarib beradi. Xo'p, o'sha platformani foydalanadigan odamlar qanaqa job uchun bizani foydalanadi desanglar, moliyaviy xotirjamlik uchun. Masalan, men qayerga pul sarflayotganini bilaman, shu uchun men xotirjamman. Mana shu job uchun bizani ilovani foydalanadi. Mana shu joblarni bilib olish kimga kontent qilyapmiz degan savolga javob beradi. Bu haqida yana ham to'liqroq aytaman keyinroq. Nimaga kontent qilyapmiz? Nimaga kontent qilyapmiz degan savol biznesda maqsadi, kontentni qilishdan maqsadimiz nima? Sotib ol, yangi mijozlarni jalb qilmoqchimizmi yoki bor mijozlarimizni progress qilmoqchimizmi yoki umuman prosta borligimizni bildirmoqchimizmi bozorda? Mana shu maqsadni aniqlash. CGM degan metodologiya bor. CGM ni kim bilmaydi? Bilasizlarmi CGM nimaligini? CGM bu Customer Journey Map. Mijozlarimiz qaysi bosqichlarni bosib o'tadi bizga kelgungacha degan instrument. Buni o'rganib chiqish. Qanday kontent qilyapmiz degan savolga javob, qanaqa kontent turidan foydalanamiz, stilimiz qanaqa bo'ladi kontentlarda va tone of voice'imiz, bizani gapirishimiz qanaqa bo'ladi. Masalan, uzun market kontentlarida umuman boshqacha kontentdan foydalanadi yoki umuman yurist odam chiqib turib kontentlarda boshqacha tone of voice da gapiradi. Mana shu narsalarni ham bilib olish, ya'ni biznes ham doim mijozlariga qanaqa tone of voice da gapiradi. Mana shunaqa. Hozir ishlayaptimi yoki yo'qmi bilmayman. Bundan 2 yil oldin ikkichi degan do'kon bo'lardi. Ham ikkichi edi-da ularning nomi. Har bitta mana bunaqa so'zlarni nimaga degan so'zni i'ni tushirib qoldirishardi, nimaga deb yozishardi. Ularning tone of voice shunaqa edi. Kommentariyaga yozib yotishardi. "Voy, sizlar ona tilini hurmat qilmaysizlar, xato yozyapsizlar, bir balo" derdi. Yo'q, ularga umuman qiziq emas. Ularga prosta mana shunaqa tone of voice tanlagan ular. Mana shunaqa tone of voice'ni bemalol normal qabul qiladigan odamlar ularning mijozlari. Shuning uchun shunaqa munosabat qilishadi ularga. Mana shuni ham brendlarda tanlab olish kerak. Biz даже ikirchikirgacha biz sen deb murojaat qilamizmi mijozimizga, siz deb murojaat qilamizmi? Yoki balkim shevalarda murojaat qilarmiz. Masalan, shu narsalarni aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni strategiya tuzayotganimizda mana shu 3 ta savolga javob berishimiz kerak. Endi bitta kirib chiqamiz. Kimga degan savol. Ya'ni kimga kontent qilyapmiz degandik. Mana bu sizlarga aytgan jobs to be done. Mana bu deganim segmentlar, boya aytganlar. Buni o'zi aslida content marketolog bo'lsanglar yoki SMM manager bo'lsanglar, odatda normal kompaniyada ishlasanglar, buni marketolog qilib beradi. Bosh marketolog bo'ladi.
pastdagi yozuvlar ko'rinmayotgan bo'lsa, bosh marketolog qilib beradi sizlarga. Mana bunaqa jobs to'bidan bo'ldi. Bizning segmentimiz mana bunaqa ekan. Yana bitta segmentimiz bunaqa ekan. Yana bitta segmentimiz bunaqa. Ularni har bittasiga bunaqa offerlar beryapmiz, bunaqa takliflar beryapmiz deb chizib beradi marketolog. Va siz tayyor mahsulotdan foydalanib, bizni bunaqa segmentimiz bor ekan, unga bunaqa yondashamiz degandek kontent qilasizlar. Agar marketolog qilib bera olmasa buni, o'zingizlar qilishinglar mumkin bo'lgan kichik so'rovnoma o'tkazib yuborasizlar. Bor auditoriyalardan foydalanib yoki potensial mijozlardan qanaqadir so'rovnoma o'tkazib, mijozlarni og'riqlarini o'rganib olasizlar. Eng asosiy maqsad bu mijozlarning og'riqlarini o'rganish. Ya'ni kontent qilayotganinglar. Yana bir boshidan aytib qo'yishim kerak. Hozirgi berayotgan ma'lumotlarim bu shaxsiy brend qiladigan odamlarga tegishli emas bu. Kimdir agar qanaqadir biznes qilayotgan bo'lsa, o'sha biznesini ijtimoiy tarmoqlarga yurg'izish uchun kerak bo'ladigan instrumentlar. Shaxsiy brend qiladiganlar umuman boshqacha qiladi kontentlarni. Umuman boshqacha strategiya tuzadi ular. Shunaqa. Deylik, mana bizda dori yetkazib beradigan kompaniya bilan ishlaymiz, Davo Delivery degan. O'shani jobs to'bidanlari mana tushunib olishinglar uchun. Segment 1, birinchisi shoshilinch holatda men yoki oilamdan kimdir kasal bo'lib qoldi, dori kerak, lekin apteka yurib dori qidirish men uchun emas, vaqtimni oladi va stress. Mana shunaqa og'rig'i bor odamlar biz birinchi segmentimiz. Ya'ni dori qidirayotganda kimdir kasal bo'lib qolsa, ishi bor, xavotiri bor, dori dastakda qilib olish kerak. Mana shunaqa odamlar birinchi segmentimiz. Ikkinchisi, men har safar kimgadir yoki o'zimga dori kerak bo'lsa, aptekadan qidirib yuraman. Ya'ni unisiga kiradi muammo, bunisiga kiradi topolmaydi, unisiga kirsa qimmat. Mana shunaqa muammosi bor odam. Bu ikkinchi segment, vaqtni tejovchi deb qo'yganmiz. Uchinchisi, doim qidirib yuradi. Bitta dorini qaysi aptekada bor yoki yo'qligini bilmaydi. Mana shunaqa segment. Uchinchisi muntazam foydalanuvchi. Doim bitta dori ishlatadi, lekin har safar o'sha aptekaga borgungacha erinadi degan. Bular qayerdan kelib chiqqan desanglar, mijozlar bilan gaplashib chiqqanmiz. Mijozlar bilan gaplashib chiqqanimizda hammasi aytadi. Men deydi, apteka bilan bog'liq nima muammongiz bor deganda aytadi. Men deydi, doim dori kerak bo'lib qolsa qidirib yuraman deydi. Men izlagan dori yo'q deydi. Qimmat bitta joyda, bittasida arzon deydi. Narxni solishtira olmayman deydi. Mana shunaqa narsalarni aytadi-da, biz ularni eshitib chiqib turib segmentlab chiqamiz mana bunaqa qilib. Nima uchun buni muhim desanglar, ertaga kontent qilayotganinglarda mana bu segmentga kontent qilaman deysizlar 10 ta, mana bu segmentga qilaman 10 ta, mana bu qilaman 10 ta, chunki har bittasining muammolari alohida. Har bittasining muammosi alohida. Umumiy brendga kontent qilayotganinglarda har bitta segmentinglarga beradigan offeringlar alohida bo'lishi kerak. Shundan kelib chiqib. Va keyin qiladigan ishinglar og'riqlarni ajratib olasizlar va o'sha og'riq atrofida reelslarni taxlab chiqaverasizlar. Qilgan narsa. Mana deylik, muammo bo'ladigan bo'lsa, mijoz yo'q. Muammo bo'ladigan bo'lsa, masalan, bu 3 ta frazadan keyin hamma sizlardan sotib olish boshlaydi. 3 ta frazani Steve Jobs ishlatgan. Mijoz yo'qligini boshqacha kontent bilan qilib beryapti. Yoki 50 soniyada nima uchun hali ham mijozingiz yo'qligini 3 ta sabab bilan ko'rsatib beraman. Ko'p mijoz bazasi bor, ekspertlarning asosiy siri. Mijoz ishlashdagi muhim sxema. Mana mijoz yo'q degan bitta muammo, lekin uni atrofidagi 7 ta reels. Xuddi shunaqa ishlaydi. Ya'ni kimga kontent qilayotganinglarni bilib olsanglar, og'riqlarni ajratib olasizlar va o'sha og'riqlar atrofida 5-6 ta reelslar qilib boraverasizlar. Va mana shu og'riqlardan chiqib ketmaysizlar. Ya'ni endi biznes maqsadidan kelib chiqibdi bu. Xo'p, ikkinchisi, qanaqa kontent qilamiz? Kontentlarning 3 ta turi bor. Men biladiganim. Ya'ni biz bizneslarda ishlatadigan 3 ta turimiz bor. Birinchisi o'rgatuvchi kontentlar. Buni nima uchun qilamiz desangiz, maqsadli auditoriyani yig'ish uchun qilamiz. Ikkinchisi sotuvchi kontentlar, sotuv qilish yoki progress qilish uchun ishlatamiz. Uchinchisi axvatli kontentlar, brend taniqliligi uchun qilamiz. Boshida aytganim, nima maqsadda qilasizlar? Sotuv qilish uchunmi, potensial mijozlarni qidirish uchunmi yoki prosta tak borliginglarni bildirish uchun qilasizlarmi kontent? Mana shu maqsad. Va eng yaxshilari, ya'ni buni kontent turlari bor, talking head deydi, masalan, mana shu kontentlarga yozib chiqasizlarda turlari. Prosta bitta odam chiqib gapiradi, talking head deydi buni.
mana misol sifatida ko'radigan bo'lsak. Ikkinchisi B-roll deydi. Yoki fondagi ovoz, masalan, nima qiladiganlar? Ovqat qiladiganlar, nimadirlar ko'p ishlatadi mana shu narsani. Ovqat qilaveradi-da, orqasida fondagi ovoz ketaveradi. Do-posli kontentlar yoki suhbat kontentlar. Eng yaxshilari faqat bittasini qilish emas, aralashtirib ishlatish. Biz loyihalarda shuna qilamiz. Masalan, talking head bilan B-rollni birga ishlatamiz. Kimdir chiqib gapiradi ham, fonda ham ovoz ketadi. Talking head bilan syujet ishlatamiz. Kimdir chiqib gapiradi ham, orada qanaqadir syujetni ko'rsatamiz. Do-postli qilamizda, B-roll qilamiz. Masalan, qaysidir loyihamizda nimadir o'zgargan bo'lsa, do-postli qilamiz, fonda ham ovoz ketadi. Yoki syujetning o'zi. Syujetning kontentlar hozir yaxshi natija berayotgan kontentlardan bittasi. Bemalol ayta olaman shuni. Xo'p, keyingisi. Nimaga kontent qilyapmiz degan savolingizga javob topish uchun CGM deb aytdim boya, Customer Journey Map mijozinglar qaysi bosqichdan o'tyapti degan savolga javob berib olishinglar kerak. Endi buni boya aytganimdek sizlar qilmaysizlar buni marketolog qilib beradi. Marketolog qilib beradi-da, sizlarga aytadi. Biz mijozlarimiz mana bunaqa bosqichlardan o'tib kelyapti ekan. Endi bizning maqsadimiz mana bu bilmaydigan odamlarni bizni mahsulotimizdan xabari bor bosqichga o'tkazishimiz kerak. Mana shu maqsadda kontent qilamiz deb aytsa, keyin o'sha mavzudagi kontentlarni qilishni boshlaysizlar. Nima uchun bu Customer Journey Map muhim? Ya'ni ertaga loyihaga kirganinglarda marketologdan so'rasanglar bo'ladi-da. Menga birinchi job stockdan qilib ber, keyin Customer Journey Mapni ber, keyin men senga zo'r kontent, natija qilib beradigan kontent qilib beraman degan javobni aytsanglar bo'ladi. O'shanda keyin biznes egasi ham yoki boshqa ham siz boshingizni qotirmaydi. Nimaga menga kontent qilyapsan? Nimaga natija bo'lmayapti? 100 mingta prosmotr qilding, lekin menga bir tiyinlik foydasi tegmayapti buni. Degan savollar bo'lmaydi yoki bo'lsa ham siz javobingiz aniq bo'ladi. Qarang, men mana bunaqa mavzuda qilyapman. Buni maqsadi bunaqa degandik. Nima maqsad desanglar, o'zi doim har qanday kontent mana shu 3 ta boya aytganimdek auditoriya yig'ish uchun qilinadigan kontent, sotuv qilish uchun qilinadigan kontent yoki brend aniqlik yoki prosta borligi uchun qilinadigan kontentlar. Bular nima maqsadda qilinadi desanglar, o'zi oxiri olib boradigan. Masalan, sizlarga potensial, ya'ni prosta qanaqadir trendga video qilib yordinglar, o'zingizlarni brendinglarga moslashtirib va buni maqsadi brend aniqligi dedinglar. Menga buni nima keragi bor desa, biznes egasi aytasizlar. Qarang aka, 100 mingta prosmotr bo'libdi. Bu brend aniqligi ishlaydi. Bu 100 mingta prosmotr bizga arzon CPM beradi. CPM degani, biladigan termin bu, reklama yoqqaninglarda, target yoqqaninglarda CPM ni o'lchaysizlar. 1000 ta odamga ko'rsatish narxi bitta videoni. Odatda 2, 3, 4 dollar atrofida bo'ladi-da. Agar qaysi biznesda brend aniqligi yoki content marketing zo'r ishlagan bo'lsa, mana shunaqa arzon CPM olish mumkin. 1000 ta odamga ko'rsatish narxi arzonroq bo'ladi reklamalarda. Конечно, har bitta biznes reklama yoqadi. Reklama yoqmasdan content marketingni o'zi bilan sotuv qilib bo'lmaydi. Reklama yoqadi. Content marketing nima uchun kerak desanglar, o'sha reklama yoqqanida narxlar arzon tushishi uchun qilinadi. Bitta maqsad shu. Arzon CPM dan nima qilamiz desanglar, arzon lead olamiz. Arzon lead degani mijoz degani. Arzonroqqa mijoz olamiz. Ya'ni bitta mijozimizning narxi bizga arzonroq tushadi. Deylik, sotuv uchun kontent qiladigan bo'lsak, buni ham maqsadi lead olish va leaddan maqsadimiz sotuv qilish. Auditoriya yig'ishdan maqsadimiz auditoriyani yig'amiz, potensial mijozlarni podpiska qildirib olamiz o'zimizni kanalimizga. Keyin ularga qanaqadir offerlar beramiz. Bunaqa qiling, bunaqa sotuv bo'ladi, bunaqa mijozlarimiz bor, bunaqa mahsulotimiz bor deb offer, taklif beramiz. U taklifga qiziq bo'lganlar yana bizga raqamini qoldirib lead bo'ladi, keyin yana mijoz bo'ladi. Ya'ni istalgan kontentni, istalgan maqsaddagi kontentni oxiri baribir mijoz bo'ladi. Ya'ni ertaga kimdir sizlardan so'rasa, mana shu nimani, sxemani tushuntirib bersanglar, demak, men bekordan bekorga senga pul berib kontent qildirmayapman ekan degan xotirjam bo'ladi biznes egasi. Shunaqa. Chunki mana biz bozorda ishlaymiz. Biz performance marketing bilan strategik marketing qilamiz odatda o'zi. Lekin content marketing qiladigan, SMM qiladigan bolalar bor, agentliklar bor. Ularni o'rtacha bitta biznes bilan ishlash davomiyligi agar shtatda ishlamasa 2 oy, 3 oy bo'ladi-da.
2 oy 3 oy bo'ladi, lekin anavi bolalarning natijasi zo'r. Masalan 100 mingta prosmotr qiladi, nechtadir podpисчик olib keladi, boshqa qiladi-da, lekin biznes egasi sotuvni ko'rmagandan keyin конечно yetadi. Menga kerak emas bu SMM deydi, menga sotuv qilib beradigan odam kerak deydi-da. O'sha SMM menejer agar bilsaki, mana bunaqa mavzuda qilyapmiz, buni oxiri boradigan joyi bunaqa deb ko'rsatib bersa, biznes egasi xotirjam bo'ladi-da. U bilan ishlash davomiyligi o'sadi. Ertaga sizlarga ham kerak bo'lishi mumkin deb. Buni varonkani nomi problem aware va solution aware degan ikkita bosqichda. Ya'ni mijozlaringiz umuman o'zini og'riqlaridan, muammolaridan xabardor emas yoki sizni mahsulotingizdan xabardor emas degan ikkita bosqich bor. O'sha birinchi bosqichdan ikkinchi bosqichga olib o'tish degan asosiy muammo sizlarda turadi kontentda. Shunaqa. Nima qilish kerak desanglar, boya aytib o'tganimdek, mana bu auditoriya yig'ish uchun, sotuv qilish uchun, brend taniqliligi uchun kontent qilyapmiz. Endi bularga qanaqa kontentlar qilishimiz kerak desanglar, auditoriya yig'ish uchun lead magnet kontentlar qilish kerak. Lead magnet kontentlar degani, nimadir bepulga berasiz, bu bepul narsani olib olish uchun podpiska bosing deydi. Internetda ko'rgan bo'lsanglar kerak. Xuddi shunaqa qilib potensial auditoriyani yig'ib olish mumkin. Deylik, boya boshida bilib oldik, biz mijozlarning og'riqlarini bilib oldik. Endi o'sha og'riqlariga mos bo'lgan videolar qilamiz-da. Yechimlar beramiz. Va o'sha yechimni olish uchun o'zlar bizga podpiska bo'ladi. Potensial auditoriyani yig'ib boramiz. Lead magnet orqali auditoriya yig'ishimiz mumkin. Sotuvchi kontentlar qanaqa qilinadi desanglar, tez orada deb qo'yganman buni. Bu ham o'zi nisbatan kattaroq mavzu. Bu haqida Telegram kanalimda o'zi mana shu mavzularda kontentlar qilib boraman. Yarim soatlik darslik chiqadi yaqinda, qo'shilib olsanglar, bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Bu juda yarim soatlik mavzuda endi bilsanglar bo'ladi. Oxirida beraman. Brend taniqliligi uchun qilinadigan kontentlar trendlarni yoki ommaviy mavzularni brend kompaniya talqinida moslashtirgan holda qilsanglar bo'ladi. Ya'ni bozorda zo'r uchrayotgan kontentlar bor, zo'r uchrayotgan trendlar bor. Shuni olasizlar-da, o'zingizlarni brendinglarga yoki mahsulotinglarga moslashtirasizlar. Moslashtira olmasanglar, qilmanglar uni. Ya'ni yemay qoladi. Juda ideya kelib ketsa, o'sha trendlarni moslashtirib, o'zingizlarni brendinglar tarqalganiga moslashtirib, shuni chiqarsanglar, brend taniqligi uchun ishlaydi. Ya'ni brand awareness uchun qilinadigan kontentlar shunaqa qilinadi. Sotuvchi kontentlarni o'sha darsda ko'ra olasizlar. Auditoriya yig'ish uchun qilinadigan kontentlar lead magnetlar. O'rgatuvchi kontentlar doim auditoriya olib keladi. Brend aniqligi uchun qilinadigan kontentlar auditoriya olib kelmaydi umuman. Prosta axborot beradi sizlarga. Va oxirida tavsiyalarim bu. Zo'r kontent qilmoqchi bo'lsangiz, ertaga SMM manager bo'lasizlar, loyihalar olib ishlaysizlar, hozirdan tayyorlanib olishingiz kerak. Kontent qilish uchun badiiy kitob ko'p o'qinglar. Badiiy kitob ko'p o'qigan odamda kreativligi, tasavvuri oshadi. Masalan, rejissyorlik maktablariga o'qiydigan bolalar bilan ko'p gaplashganman, videograflar bilan. Ular birinchi darsdan keyin ko'rsangiz, qo'lida har xil kitoblar o'xshab olishgan bo'ladi. Ikki eshik orasi, yana nimadir badiiy kitoblar. Nima uchun desanglar, tasavvuri oshadi. Даже videograflarga kerak bu narsa. Kontent qiladigan odam, ya'ni videografga ideya beradigan, videografga taza beradigan odamni o'zi kreativligi kuchli bo'lishi kerak. Shuning uchun badiiy kitob ko'proq o'qinglar. Ya'ni badiiy kitob o'qigan odamni storytellingi ham zo'r bo'ladi-da. Ya'ni bitta gapni ikkinchi gapga ulab bera oladigan odam bo'ladi. Kontent uchun muhim bu. Yaxshi, sifatli kontent qiluvchilarni kuzatinglar Instagramda, YouTube'da. Rossiyada bor bunaqa kontentlar. Eronliklar zo'r kontent qiladi. Hozir digital sohada juda rivojlanib, yaxshi kontentlar qilishyapti. Inglizlar bor, zo'r kontentlar qilishadi, o'shalarni kuzatinglar. Bu nima beradi desanglar, did rivojlanadi. Kontentda did muhim. Did bilan kontent qilish kerak. Va g'oyalar olasiz. Har xil g'oyalar. Mana bunaqa gapni bunaqa mavzuda, bunaqa fonda yoritib bersam bo'lar ekan degan mavzular olasiz. Kino ko'ringlar. Dunyo qarashingiz oshadi. Kino ko'rish jarayonida, masalan, mana Kamron aka bilan ham ko'p kinoga chiqamizda. Qarab o'tiramiz, kinoni mavzusi